Yana qarzgami? Boray. Boqimandalar jonga tegdilar. Yo'q qarzga. Rahmat. O'g'ilchangizmi Sardor aka? Ha, o'g'lim. Mahchi ya, olib qo'y. Nech pul edi bu? Yo'q, aka. Yo'q, mendan akajon. Rahmat. Rahmat, charchamang. Zo'r odamlar aka. Oyog'ingni ber, to'yni. Yo'q, ber. Nima meni qiz o'yinchog'ini olsan? Tegmaman shivani qizimga, tushundingmi? Tur yo'qqa naryoqda o'yna. Kel qizim. Voy asalim. Sardor aka, nima siz o'g'lingizni qo'ldan shunga yopishaveradi, tegajonlik quradi? Qarasangiz bo'lmaydimi? Yaxshi ko'rib qolgandir-da. Shunga ham vahima qilasizmi? Katta bo'lsam o'zim kelin qilaman-a. Shunaqa deng. Qizim Sardor aka kelin bo'lar ekansan-da, a? Assalomu alaykum. Qadaringga minnat sana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, rahmat. Mahallaga chiqdim. Haligacha pensiyam yo'q. Kelmabdi. Pulsiz nima qilaman endi? Shunga ham siqilasizmi? Sara xola, men pulni oling-da, pensiyagacha bemalol ishlatib. Voy baraka toping. Xudo xolasa albatta beraman. Pensiyam kelsa, xo'pmi? Shart emas, shart emas. Duo qilib qo'ysangiz bo'ladi. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringiz rohatini ko'ravering, saxiy boy bo'lib yuring. Rahmat sizga, rahmat. Omon bo'linglar, omon bo'linglar. Ana Xudo berdi. Joningiz sog' bo'lsin. Ishlar hal qilib berdingiz. Mana bu Rahmat. kelishganimizdek. Gap yo'q. Yana xizmatlar bo'lsa bemalol shu yerdamiz. Hali ko'p birga ishlaymiz. Davlat xavfsizlik xizmati hech kim qimillamasin.